Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda Qo'qonda joylashgan Svarka apparatlar do'konidan qisqacha video obzorlarimizni qilib, ko'rib turgan barcha turdagi svarishni apparatlaringni sizlar bilan birgalikda narx-navolari hamda ishlash jarayonlari, funksiyalari bilan birinma-ketin tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Birinchi o'rinda uy xo'jaligiga olib ishlatsa bo'ladigan svarishni apparatlarimiz Xitoy brend bo'ladi. 225 amperli invertorli pastoylarga ishlaydigan svarishni apparatimiz. Uchlikkacha bo'lgan elektrodlarimizni eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Bundan tashqari biz do'konimizga professionalniy ustakalarimiz uchun svarishni apparatlarimizni yaxshisidan ham kirib kelgan 300 amperlik, 350 amperlik hamda 400 amperlik professionalniy Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan pastoylarga ham ishlaydigan svarishni apparatlarimiz yordamida 4lik, 5lik elektrodlarimizni juda ham sifatli hollarda quyib foydalansalaring bo'laveradi. Kechga yasaydigan akalarimiz uchun yoki svarchak akalarimiz uchun juda ham asqotadi, garantiyalari 1 yilgacha beriladi. Bundan tashqari ko'pchilik usta akalarimiz hamda uy xo'jaligiga olib ishlataman degan akalarimiz uchun bezgaz kemping svarishni apparatga qiziqqan akalarimizga bezgaz kemping svarka apparatlarimizdan ham yetib kelgan narxi $100 dan dastavkalari ichida bo'ladi. O'zini komplektidan shunaqa bonusga 1 kilolik bezgaz simlaridan qo'shib beramiz. Apparatlarimiz universal variantda bo'ladi. Kemping hamda elektrodniy funksiyalari mavjud. Kimga qanaqa funksiyasi qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlataverasizlar. Bu past tomonda Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan kemping svarishni apparatlarimiz turibdi. Apparatlarimiz 205 amperdan boshlanadi, 400 ampergacha bo'lgan kemping svarka apparatlarimizdan mavjud bo'ladi. 205, 280, 300, 350 hamda nabisi 400 korxonalarga, ishxonalarga yoki tuzib qilaman degan akalarimiz uchun juda ham asqotadi. 220 volt tokga ishlaydigan invertorli pastoylarga ham bemalol ishlab beraveradi. O'zini tablolarida ko'rishlaring mumkin, volt toklarini hamda amperajlarini ko'rsatib turadi. O'zlaring regirovka qilib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Ko'pchilik ustakalarimiz ishlatadigan Uragan brendidan kemping svarka apparatlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. 600lik, 600likda yangilangan versiyasi, 700lik hamda 1000lik modellaridan do'konimizga yetib kelgan. Aragon svarishni apparat so'rayapti ko'pchilik. Aragon svarka apparatimizni narxi qimmatlik qilyapti. Aragon svarka apparatimizda arzoncha variantidan ham yetib kelgan. Nerjivega hamda qora metalga ishlayveradigan hamda bitta funksiyasi bor, elektrod eritsa ham bo'laveradi. Ikkita funksiyada ishlaydi. Apparatimizning funksiyalarini shu tugmacha orqali bemalol legirovkalarini qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimizning narxi $270 dan bo'ladi. Plazmarik so'ragan akalarimiz uchun 2 xil variantda do'konimizga yetib kelgan 1 sm hamda 1,5 sm gacha kesadigan variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa svarka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz.